Barchaga assalomu alaykum. Bugungi videomizda tikuv mashinkalarida bilma-bil narxlarni aytib o'tamiz do'stlar. Bu yerda har xil turdagi tikuv mashinkalar, yangi optim narxlarda hamda ozgina ishlangan rabochiy mashinkalarimiz ham bor. Hozir video davomida bilma-bil narxlarni aytib o'tamiz. Videodan uzoqlashmang do'stlar. Videoni boshlashdan oldin shu videoga bitta like bosib qo'ying. Ko'proq insonlar ko'rish uchun kommentariyga o'z fikringizni yozib qoldiring. Kanalimizda yangi bo'lsangiz kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Qo'ng'iroqchani bosib qo'ysangiz obuna bo'ladi. Birinchilardan sizga yetib boradi yangi videolar qo'yilganda do'stlar. Sizlarga aksiyamizni e'lon qilib o'tamiz. 1-aprelgacha shu xohlagan turdagi tikuv mashinkasini sotib olasiz. Bepulga bunaqa pardazmonimiz bor. Chevalarda original pardazmonini bonus sifatida qo'shib beramiz hamda Andijon shahardan bo'lsangiz olib borib uстановkalar ichida qilib beramiz hamda boshqa viloyatlarga dastlabkamiz ichida qilib beramiz. Do'stlar, bugungi sana 2026-yil 4-fevral sizlarga mega aksiya 1-aprelgacha shunaqa narxlarda aksiyalar narxlarda hamda bonus bilan sotib olishingiz mumkin. Bu yerda mana zamonaviy tikuv mashinkalarimiz bor, har xil. Bularimiz 200 xil motorda tikadi, 5 yil kafolatga ega, motorlari ham kuchli motor, invertor motor, pastoklarga ham bemalol ishla oladi. Yangi o'rgangan chevalarga tezlatib, pasaytirib bersangiz bo'ladi. Ko'p chevar opalarimiz biladi, bularimiz original firmada chiqqan Jackie firmamizga chiqqan. Bularimiz tezligi 6000 tezlikda chiqadi. 200 xil motorli beatkaz tikadi, o'zini o'zi moslab tikadi, hamda qo'shimcha motorlari bo'ladi. Do'stlar, bularimiz Jexi hamda Jackie firmamizga tegishli. Jexi ham bir xil. Bularimiz original firma. Bularimiz hozir mega aksiyada $250 sotib olsangiz bepulga $50 sotilgan pardazmon qo'shib beramiz. Bu yerda mana Jack F5 mashinkalarimiz bor. Bularimiz ham $250 dazmolli ichida qilib beramiz. Bu yerda mana Choice tikuv mashinkamiz bor. Bularimiz dazmoli bilan $230 qilib beramiz. Bu yerda mana Jack F5 mashinkamiz bor. Bularimizni $280 ga dazmoli ichida sotib olishingiz mumkin. Bu yerda mana Jack F4 mashinkamiz bor. Bunimiz ham $280 dazmolni ichida. Bu yerda mana Frontex mashinkalarimiz bor. Bularimiz ham chiroyli dizaynda chiqqan. Bularimiz $240 dazmolni ichida. Bu yerda Bruse K5 mashinkamiz bor. Bularimiz $290 dan dazmol ichida qilib beramiz. Bu yerda Bruse'da Pony avtomat mashinkamiz bor. Bularimizni $350 dan sotib olishingiz mumkin dazmol ichida. Bu yerda mana Zoje tikuv mashinkasi bor. $300 dazmol ichida qilib beramiz do'stlar. Bu yerda mana har xil turdagi Avello to'rtchoq hamda mashinkalarimiz bor. Bu yerda barcha turdagi Avellolarimizni bir xil narxda qilib qo'ydik. $280 dan dazmol ichida sotib olishingiz mumkin. Choklarni ham ko'rishingiz mumkin. Dona-dona tikadi. Bularimizni 3 yukli ham 4 yukli qilsangiz bo'ladi. Bularimiz eng oxirgi model. Bularimiz 2026-yilda yetib kelgan original firma, mana seriya nomerlari ham bor. Original firmalarda bunaqa Skyner bo'ladi. Bu yerda bunaqa seriya nomerlari bo'ladi. Zavoddan, qaysi zavoddan chiqqanini nomini Skyner qilsangiz, qaysi zavoddan chiqqanini qilib beradi. Ko'pchilik bu mashina yomon, bu mashina yomon deydi. Hammasining ichi bitta bo'ladi. Biroz nomi boshqa bo'ladi, ko'rinishi boshqacha bo'ladi. Misol uchun bularimiz turbuchalar chiqib, boshqachalar chiqqan. Bunimiz bor. Ashi firmada chiqqan. Bunimiz оборот tezlik hamda dizayn chiroyliroq chiqargan. Bularimiz $320 $350 sotilgan. Hozir mega aksiyada $300 dan dazmol ichida sotib olishingiz mumkin. Bunimizni $300 sotilgan, $280 ga dazmoli bilan bepul sotib olishingiz mumkin. 5 yil garantiya beramiz. Motorlarga, mashina hamma yo'g'iga 5 yil kafolatimiz bor. Bu yerda mana JK Avello bor. Bulardan $380. Bu yerda mana har xil Avellolarni tanlab olishingiz mumkin. Jackie firmaga tegishli Avello mashinkamiz. Bularimiz ham $380 dazmoli ichida. Bu yerda Bayo Avello'miz bor. Bularimiz $300. Juzi Avello'larimiz bor. $300. Marki $300. Hamda uyda sharoitda ishlatgan pichoq qaychilarimiz ham bor. Rezaylar deyiladi. Hamda uyda sharoitda ishlatgan kichkina Avello mashinkalarimiz ham bor. Yangilari 800 ming so'mdan, ozgina ishlanganlari 600 ming so'mdan qilib beramiz. Hamda uyda sharoitda ishlatgan mana 12 choq, 25 choqli mashinkalarimiz ham bor. Original bularga ham 5 yil kafolat beramiz. Bularimizni 2 milliondan sotib olishingiz mumkin. Hamda bizda har xil turdagi pardazmonlar bor. Bizdan katta mashinka, bunaqa tikuv mashinkalar Avello to'rtchakmi sotib olsangiz bepulga bonus sifatida qo'shib beramiz. Bu yerda mana eng oxirgi model Jexi. Bularimiz 2026-yilda kelgan. Bularimiz Pony avtomat, eng fulli, bu eng oxirgi modeli. Boshda og'ir zakrutka qilib, ipini uzib, avtomatik lapkalari ham ko'tariladi, ovozlari umuman yo'q.
Bu yerda mana qo'shimcha ikkita motorli bo'ladi. Bu yerda qo'shimcha motorlari ham bo'ladi ikkita. Bunaqa hamda qo'shimcha 9 xil chok ham tikadi. Общий 10 chokli mashinkamiz. Bu avtomat. Bularimiz 500-550 dollar sotilgan. Hozir mega aksiyada 430 dollardan 1-aprelgacha sotib olasiz bepulga. Bonusiga pardazmol qo'shib beriladi. Choklarni ham ko'rishingiz mumkin. 5 yil kafolati bilan sotib olishingiz mumkin. Ikkitali motorli bularimiz, invertor motor, pasportlarga ham ishlayoladi. Bu yerda mana Jackie brendga tegishli to'g'richak mashinkamiz bor. Bularimizni 280 dollardan qilib beramiz. Bu yerda mana Jackie Pony avtomat mashinkamiz bor. Boshida og'ir zakrutka qilib, ipini uzib tayyor chiqarib beradi, chiskali qilib. Bularimiz original firma, Jackie firma bor hamda Jexi firmamiz bor. Bularimiz avtomat pony qo'shimcha motorlari bor, invertor motor, pasportlarga ham ishlayoladi. 500 xil motorni beradi. O'zini o'zi moslab tikadi. Bularimiz narxi ko'pchilik valapalarimiz biladi. Avtomat mashinkalar 400 dollar, 380 dollar sotilgan. Hozir 1-aprelgacha 330 dollardan sotib olasiz. Dazmol ichida, hamda dastlabki ichida 330 dollardan 1-aprelgacha ulgurib qoling do'stlar. Ekrandagi nomerlarni telefon qilib ma'lumot olishingiz mumkin. Hamda kanalimizga obuna bo'ling. Bundan ham qiziqarli, foydali videolar birinchilardan sizga yetib boradi. Ko'pchilik bizni taniydi. YouTube kanalimiz bor edi. YouTube kanalimizga bloklanib qoldi. Ya'ni bu profilni ochib, sizlarni mana shu profilimizga obuna bo'lib qo'yishni so'raymiz do'stlar. Bu yerda mana Jexi firmamizga tegishli og'ir chiska qilib beradi. Eng zamonaviy 2026-yilda chiqqan invertor motor, pasportlarga ham ishlayoladi. 300 xil motorni o'z-o'zi moslab tikyoradi. Bularimiz chiska qilib beradi oxirida. Bularimiz 350-400 dollar sotilgan. Hozir 1-aprelgacha 300 dollarga lazmol ichida qo'shib olishingiz mumkin. Hamda har xil nomdagi mashinkalar va chiskalilar. Jackie brendga tegishligi ham bor, Jexi ham bor. Ikkalasi 330 dollardan sotilgan. Hozir 300 dollarga dazmol ichida qo'shib olishingiz mumkin. Bu yerda mana shagaychi to'g'richak mashinkamiz bor. Bularimiz chiqir poli mebelni narsalar tikadi, faqat qalin matolar tikadi. 12 ta qadamli hamda bu yerda qonni kattasidan bemalol materiallar tiqib ish qila oladi. Bularimiz ham invertor motor. Bularimiz mega aksiyada 400 dollardan qilib beramiz. Hamda buni kichikroqi bor. 350 dollardan qilib beramiz. Bu yerda mana Jack Avelo mashinkamiz bor. Bularimiz ozgina ishlatilgan 3 yil kafolati bilan sotib olishingiz mumkin. 250 dollardan Santar degan Avelolarimiz bor. Bularimiz 300 dollar. Bayo Avelolarimiz bor. Bularimiz ham yangi 300 dollardan qilib beramiz. Bu yerda mana ozgina ishlangan Jack F4 mashinkalarimiz bor. Bularimizni 200 dollardan sotib olishingiz mumkin. Hamda Jack A2 mashinkamiz bor. Og'ir chiska qilib beradi. Bularimizni 280 dollardan sotib olishingiz mumkin. Bu yerda Jackie brendga tegishli Avelo mashinkamiz bor. Bularimiz yangi. Mana choklar ham dona-dona tikkan. Yangi korpusda olib borib ustonklar qilib beramiz. Bularimizni narxiga kelgan bo'lsa 300 dollardan sotib olishingiz mumkin. Bu yerda mana Sanli ozgina ishlangan Pony avtomat mashinkamiz bor. Bularimizni 280 dollar qilib beramiz. Ozgina ishlangan 5 yil kafolati bilan. Bu yerda mana Avelolar, arzonli Avelo so'raganlar uchun choklarni ham ko'rishingiz mumkin. Dona-dona tikkan. Bular 3 ipli ham 4 ipli tika oladi. Bularimizni 200 dollardan sotib olishingiz mumkin. Bu yerda mana Bruse Aveloyimiz bor. Bularimizni ham 250 dollardan qilib beramiz. Bayo Pony avtomat Aveloyimiz bor. O'z ipini uzib lapkalar avtomatik ko'tariladi. Bularimizni 350 dollardan sotib olishingiz mumkin. Bu yerda mana raspashvalka mashinkalarimiz bor. Raspashvalka mashinkalarimiz ishlanganlari 200 dollardan 400 dollargacha, yangilari 400 dollardan 600 dollargacha har xil firmadagi nomdagi bor. Bu yerda mana Jackie brendga tegishli to'rchak mashinkamiz bor. Bularimiz soni chegaralangan do'stlar. Biroq olgan ekan uyda ish qilmagan ekan, pul zarb qilib qolib sotgan, terib qo'yib, yog'ini quyib qo'ygan. Bir ikkita ish tikkan ekan, aytish bo'yicha bularimizni yangisi 300 dollar sotilyapti. Bunimizni 230 dollarga qilib beramiz. Yangi korobkada olgandan buni olib ishlatganingiz ham yaxshi. Yangi mashinka. Ko'pchilik mashina yangi deb sotadi, korobkaga solib. Bularimizni 230 dollardan sotib olishingiz mumkin. Ekrandagi nomerlarni telefon qilib ma'lumot olishingiz mumkin. Bizni manzilimiz Andijon shahar soyda joylashgan. Andijon bo'ylab bepul yetkazib ustonovka qilib beramiz. Boshqa viloyatlarga ham dastlabki qilib beramiz. Bu yerda mana arzonroq Avelo so'raganlar uchun 170 dollardan sotib olishingiz mumkin. Bularimiz ham 3 yil kafolat beramiz. 170 dollardan 4 ipli ham 3 ipli tiksa bo'ladi. Bu yerda Bayo mashinkamiz bor, arzonroq. Bularni ozgina ishlangan, bularimizni 200 dollar 3 yil kafolati bilan sotib olishingiz mumkin. Bu yerda mana Juitda avtomat mashinkamiz bor. Bularimiz 380 dollar
shiffonli havoli bo'ladi bularimiz, havoga ishlaydi. Bu yerda Juzi Avelo mashinkamiz bor ekan. Bu yerda bularimiz yangisi $450 sotilgan. Bularimiz ozgina ishlangan holatlari ham go'zal turibdi. Bularimiz mana ichlarini ham ko'rishingiz mumkin. Yangidek turibdi. Pasolkalarga ishlanadi, inverter motor. Bularimiz narxi $250 qilib beramiz. Ozgina ishlangan hisobiga 3 yil kafolati bilan bularimiz ham soni chegaralangan, bitta qolgan. Kimga qanaqa mashina kerak bo'lsa, qanaqa mashinani obzor qilib ko'rsataylik videomizni kommentariyaga o'z fikringizni yozib qoldiring do'stlar. Kanalimizga obuna bo'lishda esdan chiqarmanglar. Bizda bitta pasport evaziga Andijon shahardan bo'lsangiz, bitta pasport evaziga hech qanday hujjatlarsiz hamda bosh to'lovlarsiz muddatli to'lovga 12 oygacha sotib olishingiz mumkin. Andijon shahar bo'ylab muddatli to'lovga qilib beramiz. Video yoqqan bo'lsa, bitta like bosib keting do'stlar. Yaqinlarga videoda jo'natib qo'yamiz. Hammangizni do'konimizda kutib qolamiz. 1-aprelgacha shunaqa narxlarda mega aksiyalarda sotib olishingiz mumkin. Qanaqa turdagi tikuv mashinasini sotsangiz, sotib olsangiz bepulga $50 sotilgan pardazmon qo'shib beriladi.